Savol bo'ladi har doim. Nimaga Umid opa menda молочница hadeb bo'veradi deb. Asli молочница oq rangli ajralmalar bo'lganligi uchun oti молочница, lekin uni kandida keltirib chiqaradi va boshqacha nomi bilan kandidoz deb ataladi. Bu kandidalar har bir ayol organizmida bor hisoblanadi. Shunchaki ularning soni ko'payishining oqibatida xuddi mana shunday oq tvorogsimon ajralmalar bo'lish ehtimoli bor. Endi bu kandidani keltirib ko'payishiga sabab nima bo'lishi mumkin? Bu sizni palapartish jinsiy aloqangiz yoki immunitetingiz pasayishi. Homiladorlarda ham immunitet pastligini oqibatida ko'pgina kandidozni kolpit bo'lishi ehtimoli bor. Kandidoz yechimini bilmoqchi bo'lsangiz, shu videoni oxirigacha ko'ring. Demak, shirinliklarni kamroq iste'mol qiling. Xudo behuda antibiotiklarni olavermang. Qinni mikroflorasini yuvuvchi har xil spritsivaniya, svechalarni ishlaturmang. Eng oddiysi boringda ginekologga mazok topshiring yoki Femaflor screen topshiring va yanada qiziqarli ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, Dr. Umid Fayz profiliga obuna bo'ling.